Məşhur kişilik huquqi advokati Kamal Kloni xanım Avstraliya hökumətini Xitay'daki Uyğur üstüdün yürgüzüvatqan kişilik huquq dəbsəndiciligiga chetishlik şirketlərini aniqlashga chaqirdi. Amerikadagi advokat va danlıq çolpan George Clooney'ning ayoli Kamal Kloni 15 may Avstraliya parlamentida Avstraliya hökumətinin Uyğurlarga qilinayotgan zulmlarda mas'uliyati bor şirketlar Xitoy amaldorlariga embargo yurgizadigan qonun loyihasi o'ttirg'i qo'yishga chaqirdi. Mazkur qonun loyihasida 1,5 million Uyg'urni majburiy emgakka selishni o'z ichiga olgan barliq kishilik huquq tajovuzchiliklarida mas'uliyati bor shirkatlarning nishon qilinishi va Xitoyga embargo yurgizilishi kerakligi talab qilindi. Avstraliya hukumatining Amerikaga o'xshash bir qonun loyihasi ustida maslahat ilib berayotganligi ilgari surildi. Hong Kong parlamentida Xitoy davlat she'rini haqoratlashni jinoyat deb aniqlama bergan qonun loyihasini muzokara qilganda jidal yuz berdi. Parlament komitetidagi o'qituvchi parlament a'zolari qonunning belat tashlashiga yo'l qo'yishni xohlamadi. Bexatarlik qismlari o'qituvchi vakillarni zaldan chiqarmoqchi bo'ldi. Bu oraliqda parlamentda partiyalar o'tirisidagi to'qinish yuz berdi. Xitoyning davlat she'riga haqorat qonuni muzokara qilinayotgan mezgilda parlamentda bir oyda 2 qitim jiddiy paytlar bo'ldi. Hong Kong parlamentining o'tgan yili oktyabrdan buyon boshlig'i yo'q bo'lib, dushanba kuni Xitoyni qo'llaydigan vakillar o'zlarining kandidat nomzodlarini qonuniy asosda e'lon qilmoqchi bo'ldi. Lekin demokratiyani qo'llaydigan o'qituvchilar uni qonunsiz deb jakoladi. Xitoy virus haqida mustaqil bir tekshirish elib berish chaqirig'iga ovoz qo'shgan 100 dan ortiq davlatga Rossiya qo'shildi. Yevropa ittifoqi tarafidan tayyorlangan bu qaror loyihasi Dunyo sog'liq tashkilotining eng yuqori xarakterli qaror organi bo'lgan Dunyo sog'liq organining Jenevada chaqirilgan yillik yig'inida sunildi. Bu masalani tunji bo'lib o'tirg'i qo'ygan Avstraliyaning chaqirig'i asosida tayyorlangan bu loyihaning Xitoyning an'anaviy ittifoqdoshi Rossiyaning qo'llashiga erishishining muhim ahamiyatga ega ekanligi va Xitoyni yolg'iz qoldirganligi ilgari surilmoqda. Amerika Səhiyyə və İctimai Mülazimat Ministri Alex Azar Dünya Səhiyyə Təşkilatının qarar çıxış orqanı bolğan 73-cü növbətlik Dünya Səhiyyə Məclisində söz qıldı. Azar tarixda tunji qitim sin yig'ini bilan o'tkazilgan majlisda mundaq dedi. Bu tashkilot virus haqida dunyo ehtiyojli uchurlarga erishamadi. Bu mag'lubiyat yana nurg'un jonni talofatga uchratdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının hareketinin ochiq-oshkor bo'lishi kerakligini ta'kidlagan Azar, Dünya Səhiyyə Təşkilatının mas'uliyatining mustaqil bir shaklda tekshirilishini tashabbus qiladigan loyihani, ya'ni bu harakatni qo'llaydiganligini bayon qildi. Afg'onistonning shimolidagi Talibanlarga qarshi muhim kuchga ega bo'lgan va o'zbek aholilar orasidagi ta'siri bilan tonilgan Afg'onistonning birinchi muavin prezidenti Abdurashid Do'stumga marshal unvoni berish qaror qilindi. Mazkur davlatga saylamdan keyin yuz bergan ikki boshliq boshqarish masalasini hal qilish uchun Kabul hukumatining rahbari Ashraf G'ani bilan hukumatning 2-nomerlik xodimi Abdullah kelishim hosil qildi. Yerlik manbalar ta'minlagan uchurlarga qaraganda Do'stumga bu doirada marshal unvoni berilgan. Shunda qilib Do'stum Afg'onistondagi Amerika qo'llagan Kabul hukumat armiyasi ichida eng yuqori harbiy unvonga erishgan.